Do'stlar, yine şu videonu bir like'larını basıp bir tarqatib berasizlar. Xudo xolasa, adına klassikda bir mening profilimdan profil ol familiyamni yozib suratimni qo'yib bir mashinik paydo bo'libdi. Odi bolalardan pul so'rab yurgan ekan shu. Akşam bolalar telefon turib, "Ey sening profilingdan" dedi. Kimdir chiqib dedi, pul so'rab yaptı dedi. Qiyin vaziyatga tushib qoldim. Qozog'iston bilan Rossiyaning granisasindaman. Neytralda qaldim. Qiyin vaziyatdaman. Shu 3 karta pul tashanglar deb. Shuni deb yozganda bolalar WhatsApp'dan chiqib chatga birsan tinchlikmi degandan keyin o'zim ham hayron qolib turib qarasam, u mashiniklar yanqidan ne uyushtirib boshapti Odnoklassnikda. O'sin bolalar aytgan, bo'ldi, tashimiz karta nomeringni ber degan, karta nomerini berdim. Aganda bolalar karta nomerini menga tashab berdilar WhatsApp'dan. So'ng tez foydan ko'rsam Sharipova Nozima Ne'matona deb yozib qo'ygan ekan. Nozini qo'yib beraman hozir sizlarga. O'zingiz ham ko'rasizlar. Jo'ralar, ehtiyot bo'lamiz. Videoni bir like bilan qo'llab-quvvatlayverasizlar, tarqataverasizlar. Ko'rsin o'zi ham shuning ahvoli yaxshi bo'lmaydi uning narsaning. Ertaga birda bo'lmasa birda baribir bo'lmasa qaziqqa o'tqizishi aniq. Ana shuning gaplar jo'ralar. Do'stlar, yine yazganları yine o'qishlarimiz mumkin. Pauzani basdan o'qishlarimiz mumkin. Yine kartaga 400 ming chiqsa chiqadimi? Yine granisada hozir Qozog'istondami? Shuni yozganda yine O'zbek viza kartam bor. Yine pauzani basib o'qishlarimiz mumkin. Hammaga katta rahmat.